yoqdim. O'sha shundan bor. O'sha bomba bor. Zo'r. Farzandim ta'riflagandek bomba shirinligini qilamiz. Sutdan cheesecake eshitganmisiz? Keling qilib ko'ramiz. Yosh bolalardan tortib yosh kattaligicha birdek yoqadi. Shunaqa muloyim bo'ladi. Sut, shakar, kraxmal, ozgina vanilin solib, kamushkasi ketguncha yaxshilab aralashtiramiz va gaz ustida buni davom ettiramiz. Yaxshilab aralashtirib, bo'tqa holga kelguncha aralashtirib turamiz. Uyimizda tvorog yoki tvorojniy sirni solib, bitta massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Aralashgan massamizni gazdan olib, qolipga joylashni boshlaymiz. Men silikonli qolipdan foydalandim. Massamizni 3 ga bo'lib olamiz. Bir qismini birinchi sov olamiz. Yaxshilab urib, pechenyelarimizni bo'laklarga bo'lib to'ldirib chiqamiz. Xohlagan muzlatilgan mevalardan solsangiz bo'ladi. Menda malina soldim. Ustidan yana tayyor bo'tqali massamizni solamiz. Buni 2 marta qaytaramiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib. Ishonasizlarmi, yosh katta yoki yosh bolajonlarimiz uchun ham juda ham muloyim bo'lib chiqadigan cheesecake bo'ladi. Oxirgisini solib, ustlarini tekislab, muzlatgichga 1 kechaga yoki 2 soatga jo'natamiz. Olib, qolipdan bo'shatib olamiz. Ustiga men shokolad bilan bezak berdim. Xohlasangiz yong'oq yoki kokos qirindisidan foydalansangiz ham bo'ladi.